Hujayraning kimyoviy tarkibi. Biz bilamizki, barcha hujayralar umumiy tuzilish xususiyatlariga ega bo'lgani kabi, ularning kimyoviy tarkibi ham juda o'xshashdir. Hujayrada Mendeleyev jadvaldagi qariyb 90 ta element aniqlangan. Shulardan taxminan 25 tasi deyarli barcha hujayralarda uchraydi. Miqdoriga ko'ra kimyoviy elementlarni 3 ta katta guruhga bo'lamiz. Bular makroelementlar, mikroelementlar va ultra mikroelementlarga bo'lib olishimiz mumkin. Hujayra tarkibida eng ko'p miqdorda kislorod, uglerod, vodorod va azot uchraydi. Bu moddalar hujayraning umumiy massasining taxminan 98% ni tashkil etadi. Qolgan 2% dan kamrog'ini kaliy, magniy, kalsiy, temir, natriy, fosfor, xlor kabi elementlar tashkil etadi. Bularning barchasi makroelementlarga kiradi va 99.9% ni tashkil etadi. Mikroelementlar esa hujayrada 1000 dan 1% miqdorda uchraydi. Bularga misol qilib yod, mis, rux, ftor, brom va boshqalarni misol qilishimiz mumkin. Ultra mikroelementlar oltin, simob, kumush, qo'rg'oshin kabi elementlar bo'lib, bular milliondan 1% miqdoriga to'g'ri keladi. Har bir kimyoviy elementlar hujayrada o'ziga xos rol o'ynaydi. Masalan, 4 ta asosiy element kislorod, uglerod, vodorod hamda azot oqsillar, yog'lar, uglevodlar hamda nuklein kislotalar kabi organik moddalarning asosiy tarkibiy qismlaridir. Kaliy va natriy nerv impulslarini hosil qilish va uzatishda ishtirok etadi. Kalsiy qon ivishini boshlaydi va suyak hamda tishlarning mustahkamligini ta'minlaydi. Oltin gugurt va azot ko'pgina oqsillar tarkibiga kiradi. Yod qalqonsimon bez gormonlarining tarkibiy qismi bo'lib, moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Ftor tish emalining tarkibida bo'ladi. Ftor yetishmasa karies, ortiqcha bo'lsa ftaroz rivojlanadi. Temir gemoglobin tarkibiga kiradi va u qondagi kislorod va karbonat angidridni tashuvchi oqsil hisoblanadi. Magniy esa o'simlik hujayrasidagi plastid, ya'ni xlorofil molekulasining tarkibiy qismidir. Ba'zi hayvonlarda esa mis temir o'rnini bosadi va qonga ko'kimtir rang beradi. Hujayradagi barcha elementlar moddalar hosil qiladi. Hujayrada mavjud moddalarni ikki guruhga bo'lamiz. Noorganik moddalar, suv va mineral tuzlar. Organik moddalar esa oqsillar, yog'lar, uglevodlar, nuklein kislotalar hisoblanadi. Bu moddalar faqat tirik organizmlarda uchraydi. Demak, tirik va tirik bo'lmagan tabiat o'rtasidagi farq kimyoviy jihatdan ham molekulyar darajada namoyon bo'ladi.